Mana bu soat kumushdan yasalgan dedim men. Qarasangiz, yiltillab turibdi, haqiqatan kumushga o'xshaydi. Bu agar kumushdan yasalgan bo'lsa, bu ilm bo'ladi. Agar kumushdan yasalmagan bo'lsa, johillik bo'ladi. Yana aytyapsiz, bir cheni sutni yozni kunida obtoga qo'yib qo'ysangiz, 2 kun tursa, hech narsa bo'lmaydi, achimaydi, deyildi. Bu gap voqelikka to'g'ri keladimi? Yo'q, demak johillik shu. Moturudiylar ahli sunna emas degan gap ham xuddi shunaqa gap. Mazhab kerak emas, hadisda o'zi bilan ketaveramiz biz deyishlik ham xuddi shunaqa gap. Mazhab kimga kerak emas? Kim hadis bilan yo'l tutib ketaveradi? Ha, shunaqa odamlar bor, mushtahidlar. Siz bilan bizga o'xshagan avom xalq mazhabni ushlaydi, mazhabni fatvosi bilan ketadi, shunda adashmaydi. Tushundinglarmi? Voqelik haqida kelgan noto'g'ri xabar bu johillik bo'ladi.